nafaqat O'zbekistonda, SNGda yagona bo'lgan BMW M5 iPhone kuzovida jigar. Bitta gaz bosar. Aydot! Bo'ldi. Tasavvur qilish uchun 3-6 sekund 0 dan 100 gachasi. Tur avion 560 ot kuchi stok holatda. Nimaga O'zbekistonda SNGda yagona donma Vulcan Horse degan vystavkada qatnashgan. Bu o'sha yerda o'zidan to'g'ri sotib olib kelingan. Bu rangdan boshqa yo'q. Xohlaganingizcha qidiring. Rangi ham mayli. Bu probegdagi iPhone kuzovidagi M5 ishonasizmi? Nafaqat O'zbekistonda, agar boshqa Yevropa davlatlaridan butun dunyoda bo'lganida normalniy qimmatga sotilardi. Uni turishini qarasangizchi, bitta like bosib qo'ying, jigar. Rangi ham jigarin satin mat. 34 ming probegligi pulga ham qidirib topa olmaysiz. Butun dunyodan qidirsangiz ham menimcha shunaqa. Lekin bitta odamga nasib qiladi, o'sha odam ba'zi vaqt haydaydi. Bunga ulgurib buni topa olmasangiz, mabodo Miking moyi hamma moy do'konlarda bor. Buni topa olasiz. Mashinangizga qo'ydirib turavering jigar. Miking esingizda qoldi. Oporniy diskani yo'qligini ko'rsangizchi. Конечно, bunaqa tezligi, bunaqasi bo'lmasa, ishonmasa kerak. Diskasi ham zavodskoy 20 razmerda. Lekin bu mashinani saqlashgan hurmatligi hech bo'lmasa bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi jigar. O'tirishimiz bilan Harman Kardon audio sistema. Holati shu darajada tiniq turibdi. O'zligini sansirasi ham mashinani sizlashgan ekan. Mana navorotlarni ko'rsangizchi. Palasi ushiydigan adaptivniy cruise control. Mana ko'ryapsizmi? Odam turgan bo'lsa, odam oldidan avtomatik o'tib ketadi. Bu narsa endi lilada paydo bo'ldimi? Bu narsa BMW M5larda o'sha davno bor edi jigar. Ruldagi M1, M2 rejimlariga qo'yib olsangiz, ishonasiz, bu shu darajada tez yuradi. Aytaylik 3-6 sekundda 0 dan 100 gacha chiqsa, 0 dan 200 gacha chiqishi ham shu darajada tez bo'lar ekan. Agar yuragingizda 30 bo'lmasa, normalniy 9 bo'lmasa, bu mashinani ruliga o'tirmaganingiz ma'qul. Polni katta lyuk ko'jalarini holatini ko'rib maza qildim. Va podgalonniki ham ko'ryapsizmi? Xuddi samolyotda podgalonnikdagi boshingizga moslab ligirovka qilib olargansiz. Bitta sport rejimiga qo'ysangiz, mana sizdagi bokovoy poddershkasiz quchoqlab oladi. Voy, shu darajada ham aqlli bo'ladimi? Head-up display, bu mashinaning narxi yo'q, chunki sotuvda o'zi yo'q. Agar shu ham sotilib ketsa, pulga ham daji qidirib topa olmaysizda, 75 mingga berib yuboradi. Voy, deyishingiz mumkin. Lekin pulga ham topib bo'lmaydi dedim-ku, bunaqa probeglik hech qayerda yo'q. Kraskasi absolutno top-toza и полный stok holatda. Rangi ham zavodskoy, shu jigarin satin mat.